Assalomu alaykum yurtdoshlarimiz. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Retro ishqibozlarini O'zbekiston xalqimizga, meni yoshim 66 da, familiyam Husanov, ismim Halilullo. Men mashinam 75-yil. Men buni gazda boshqarasida yurmayman, benzinda yuraman. Bu mashinaga ishqibozchiligimiz bor. 800 ming pensiya olaman. Nevaralarimni olib boradigan joyimga olib boraman, o'qishiga, ishiga olib boraman, olib kelaman, bog'chadan olib kelaman. Meni yangi mashina olishga hech qanaqa sharoitim ham yo'q, boshqasi ham yo'q. O'zi sizlardan iltimos, o'rta prezidentimizga iltimos. Shu o'tirgan shu lozimligilarga, shunga ruxsat berganlarga iltimos tag'in. Shu narsani aytmay qilsanglar, bu men ko'pchilikning nomidan o'zbek yigitlarining ishqibozchilik retro mashinalarining nomidan iltimos so'rab qolamiz. Shuni qoldirsanglar, aytmay qilsanglar degan niyat bilan sizlarga abrashatsiya qilyapmiz. Rahmat eshitganlarga, tanijoningiz sog' bo'lsin. Hammasini joy-joyiga tushirishinglarni iltimos qilib so'rab qolamiz.